Agar bizda nimadir anaqasi bo'lsa, qanaqa shuncha sizga ham ko'rsatib tushuntirib ketmoqchiman. Oluvchini ham sotuvchini ham ko'ngilni xotirjam qilib ketish kerak. Ya'ni birazda kegasiz sotib kelishingiz nega bosh kelgan boshqa. Lekin bunaqa hali sizlar mana shu narsani gaplashganingizda har kuni ishlar ko'rib turibdi. Professional haligacha. Bu odamni doktorga o'xshaydi. Bo'ladimi odam, bo'lmaydimi? Armiyaga olsak bo'ladimi, yo'qmi? Paska cho'kkasi bormi yoki ko'zi yaxshi ko'rishadi? pulni zo'rg'a topayotgan odamni yeb qo'ysa, motor qiladi, hado qiladi, balon yeydi. Shunaqa narsalar bo'lib qolmasligi uchun bizning xizmatimiz kerak bo'lib qoladi-da, kerak bo'ladi. Bunda olib qarasangiz. Olgandan keyin barakada olib haydagisi keladi. To'g'ri, motorlar ochilmagan yaxshi turibdi. Prosta bitta holatligini o'zligi uchun bilib olsa, keyin safar sizni holatiga tushib qolmasligi uchun o'zlari uchun ham straxovka. Boshqalar yaxshi. Yomon. Endi o'z uchun baribir olgandan keyin bitta bamperlarni mana chaqa-chuqalarga qaratib, bitta petlar kirasi yo'q, polirovka qarab olasiz. Doğrusu yaxshi, o'zini kaltiga yo'q. Ko'chaga olishni qaydab ko'ringlar. Sizlardan rozi bo'lasizlar? Rahmat. Xo'p.